Onajon, Rossiyada musofirda yurgan o'g'lingizdan mana bu gul sizga sovg'a. Agar shu o'g'lingiz hozir oramizda, yonimizda bo'lganda unga nima degan bo'lardingiz? Bu kuchuk ketsin, oyog'ini sindirib o'ldiraman. Mana qo'shnimiz Marfatning o'g'li oyiga 7 tadan tashlaydi. Bu bitta ham tashlagani yo'q. Baribir men ham onamanda qo'ng'izon bolasini opog'im deydi. Bu qo'ng'izdan bitta. Kesin o'ldiraman uni. Bo'ldi, jahlingiz chiqib turgan ekan, endi otamizga undan ko'ra yuzlansak, ha? O'g'lingiz shu yerda bo'lib qolsa, nima degan bo'lardingiz? Buni gaplariga e'tibor bermang. Ayol kishida nima maqsad? Mana erkak kishini. Erkak kishini erkak tushunadi. Endi maqsad ham otaman, endi. Otaman. Kesin peshonasidan otaman. Qo'limga nima kelsa otaman. Qilaman uni. Tushundingmi? Beshafqat ota-ona ekansizlar. Ayolidan so'ragan yaxshi. Siz mana turmush o'rtog'ingiz hozir oramizda, yonimizda bo'lib qolsa, siz nima degan bo'lardingiz? Hammangiz bo'lmi? Qo'laysiz-chi? Qarang. Bu dunyoda hamma yaxshi ekan, hammadan amma yaxshi ekan. Ammalar yurak naqshi ekan, ammani bori yaxshi ekan. Tarozini bitta pallasida hamma bo'lar ekan, bitta pallasida amma bo'lar ekan. Har bir so'zi ilmoqli bo'lsa ham, nonishtasi qaymoqli bo'lsa ham, ammalar shunday biladiki, achitib gapirsa ham, sastib gapirsa ham dunyoda 1000 ta tilla xola yaxshi ekan, o'sha 1000 ta tilla xoladan bitta o'zi qora bo'lsa ham amma yaxshi ekan. Do'zaxi jiyanini do'zaxdan amma olib chiqar ekan, hech kim sopini bermas ekan. U tildan tilga ekan, hamma ham teng, amma ham teng. Bekor gap ekan. Bitta ammani ziyorat qilsa, 7 jannat eshigidan biri ochilar ekan. Xolalar ham aziz bo'lar ekan, xizmatlari mayiz bo'lar ekan, tosh oynaga qaragan o'zi xola bo'lar ekan. Gajjanglanib sochini taragan. Betakror dilbar aktrisa Ozodaxonim Nursaidovani keyingi chiroyli chiqishlariga taklif etishdan xursandman. Qarshi olgaysiz. Markaziy Osiyo estradasida betakror bo'lgan diva, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozodaxonim Nursaidova 1 daqiqa Davron aka. Boyatdan bir behalovat bo'lyapsiz, ukam. Nima gap? Keling, nima gap? Qo'yavering. Assalomu alaykum. Labbay ukam. Avvalambor uzr so'ramoqchiman, sizlarning qimmatli vaqtlaringlarni olib qo'yganim uchun. Aka bitta xat bor edi, shuni o'qib bering. Mangami bu xat? Bo'ldi, o'qib. Adresingiz bormi? Qaytib sizga xat yozaman. Ma'qulmi? Bo'ladimi? Shunaqami? O'qib beraman, ukajonim, o'qib beraman. Rahmat. Shu yerda turasiz faqat. Assalomu alaykum.